Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanalida kuzatayotganlar, umringlar uzoq bo'lsin, joninglar sog' bo'lsin. Hamma o'ylagan yaxshi niyatinglarga Allohning o'zi yetkazsin. Ayniqsa musofirda yurgan aka-ukalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Chetda yurish oson emas, chetda pul topish oson emas. Har bir sohada yurgan aka-ukalarimizga tinchlik, omonlik tilaymiz. YouTube kanalimizda mana bu yigitimiz yurgizyapti, o'zini ko'rsatishi mumkin. Hop. Qo'ldan kelgancha o'sha hozir endi ish boshladik. Kelajakda yangi kinolar, yangi yo'nalishda yangi ijodlar qilamiz degan umiddamiz. Biz ham dehqon odammiz-da, ishim ko'p meni. Bir kun san'atda bo'lsak, bir kun chorvaga, dehqonchiliklarga qarab turamiz. Nima deydi? Harakatimiz ko'p, har xil yo'nalishga qiziqqanligimiz bu minus tomonga ham ishlaydi, plyus tomonga ham ishlaydi. O'zi odam bitta ishga mukammal o'rganish kerak deydi. Men hamma orada baliqga ham qiziqib ketib qolyapman. Sportimiz bor, sportda qiziqish bor. Ishqibozlik ham, o'zida qatnashish ham. Yangi ijodlar qilishni juda yaxshi ko'raman. Maqsadimiz odamlarga kulsa, ayniqsa oddiy insonlar kulib, maza qilib, haligi hammada ham dard bor, hammada ham tashvish bor. Shularni unutib, ozgina mazza qilsa, shu narsa uchun ijodni tanlaganmiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha yaxshi ijodlar qilamiz. Bizni duo qilib turinglar, negativ bo'lmanglar akalar. Biz ham oddiy odammiz. Xudodan so'rab, yaxshi niyatlar qilib sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Keyin kinolarni ishlaymiz. Jangari kinolarimiz bor, dehqonchilikka atalgan, shu musofirchilikka atalgan komediya kinolar. Chunki komediya yo'nalishi eng qiyin janr hisoblanadi. Odamni kuldirish qiyin. Endi xursandchilik lekin yaxshi ish bilamiz. Komediya yo'nalishlarida ikkinchi kinomizni ham olganmiz. Nasr o'sha qovun o'g'rilari, boshida sovun o'g'rilari edi. Endi qovun o'g'rilari deb o'zgardi. Hozir platformada keyinchalik Xudo xolasa YouTube kanallariga joylaymiz. Salomat bo'linglar, hamisha xursand bo'lib, yaxshi kayfiyatda bir-birimizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, o'zbeklar, o'shani O'zbekiston fuqarolari hammamiz qayerda bo'lsak ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi degan niyatim bor. Salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar, kanalga a'zo bo'linglar. Rahmat.